Davlatimiz rahbarining 2023-yil 26-apreldagi respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bu yo'nalishda muhim huquqiy hujjat sanaladi. Jizzax viloyatida ham turizm yo'nalishida qo'shimcha investitsiyalarni jalb etish, xususiy sektor uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, aholi bandligini oshirish, transport qatnovini kengaytirish bo'yicha aniq amaliy choralar ko'rilyapti. Natijada yurtimiz tarixi, madaniyati va tabiatiga asoslanib boqiy shaharlarimizni ko'rishga qiziquvchi sayyohlar soni karrasiga oshib boryapti. Jizzaxdan tayyorlangan lavhada mavzu davom ettiriladi. Jizzax vohasi o'z tabiati, iqlim sharoiti, relyefi, hayvonot va nabodot dunyosi ko'rkam go'shalardan biri deyishga arzigulik turistik voha hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan so'nggi yillarda turizm sohasini rivojlantirishga doir muhim bo'lgan farmon va qarorlar qabul qilinib, ijroga qaratilgani hududda o'ziga xos muhit va imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Mazkur farmon va qarorlar bilan sohada yig'ilib qolgan muammolarni hal etish, turizm salohiyatini oshirish, respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish va ichki turizmni yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Viloyatda 2021-yilda 22 ta 1968 o'rinli joylashtirish vositalari, mehmonxona, hostel, kemping va oilaviy mehmon uylari mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 275 taga, o'rinlari soni 6724 taga yetkazilgan. Kechagina o'tkazilgan video selektorda aynan Jizzax vohasida turizm salohiyatining imkoniyatlariga nisbatan amalga oshirilgan ishlar qoniqarli emas deb baholandi davlatimiz rahbari tomonidan. Kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan alohida turizmni rivojlantirish bo'yicha video selektorlar o'tkazildi. Turizm rivojlantirish bo'yicha alohida Jizzax viloyati bo'yicha alohida ta'kidlab o'tdi. Shu turizm sohasida o'zgarishlar, rivojlanish va joylarda amalga oshirilayotgan ishlarni, kamchiliklarni va jadallik bilan ishlar olib borilmayotgani to'g'risida ta'kidlab o'tdi. Bu bo'yicha o'sha Jizzax viloyatida turizm bo'yicha 4 ta tuman tanlab olingan. Zomin tumani, Baxmal tumani, Forish tumani va Arnasoy tumanlari. O'sha 4 ta tumani bo'yicha alohida master rejalar ishlab chiqish belgilangan. Zomin tumanida, Baxmal tumanida, Forish tumanida, qolaversa Arnasoyda, Ko'lbo'y hududlarida turizm sohasi rivojlanayotganligi sababli prezidentimiz tomonidan tanqid qilib o'tdi. Bu bo'yicha o'zimiz ham 4 ta tumanda, qolaversa boshqa tumanlarda ham turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha alohida yo'l xarita ishlab chiqdik. Yurtboshimizning ko'rsatmasiga asosan 2024-yilda maqsadli ko'rsatkichlarimiz, rejalarimizni 25-yilga mana kecha yig'ilishdan keyin 2 barobar oshirish bo'yicha alohida chora-tadbirlar belgilaganmiz. Viloyatda tuzilgan yo'l xaritasi asosida tur firmalar, tur operator va tur agentlar faoliyatini tashkil etish, viloyatga xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish, turizm yo'nalishidagi investitsiya loyihalarini kengaytirish, shuningdek, turizm sohasiga malakali kadrlar va gidlar tayyorlash bo'yicha ham ishlar holatini yaxshilash belgilab olindi. Turizm mahallasi va turizm qishlog'ini tashkil etish, turizm infratuzilmasi va investitsiya salohiyatini rivojlantirish masalalarida ham 4 ta turistik axborot markazi, 10 ta zamonaviy sanitariya gigiyena shoxobchasi va 2 ta turizm bekatlari faoliyatini tashkil etish kabi qator imkoniyatlar kengaytirilishi reja qilingan. Shuningdek, aytish joiz bo'lsa, Aydar Arnasoy ko'li bo'yida kamida 1000 nafar sayyohga mo'ljallangan turistik markaz tashkil etilib, 2025-yil 1-sentyabrga qadar ishga tushirilishi rejalashtirilgan va bugungi kunda tadbirkorlar tomonidan Aydar Arnasoy ko'llari bo'yida oynavand kapsulalar o'rnatish ishlari davom ettirilmoqda.